Men oddiy oilada katta bo'lganman va yoshligimda nimalar menga hashamatli tuyulganini sizlarga aytib beraman. Birinchi o'rinda bu sayohatda Dubayga ko'chib kelgunimgacha men hech qachon chet elga chiqmaganman. Shunchaki bilet olib, yilida 2-3 marta chet elga aylanib kelishlar men uchun juda hashamat tuyulgan. Faqat millionerlar shunaqa yashaydi deb o'ylardim. Keyingisi bu sog'lomlantirish sanatoriyalari. Nimagadir oldin faqat yoshi katta va boylar boradi deb o'ylardim. Keyingisi kulgili bo'lsa ham aytaman, bu himchistka. Chunki oldingi meni dunyoyimda hamma narsani men o'zim tozalab, o'zim dazmollab, o'zim yuvardim. Undan ham qiziqrog'i bu har hafta uy tozalovchi chaqirish. Kimdir meni kelib uyimni yig'ishtirib, tozalab ketishi prosta meni hayotimda mavjud bo'lmagan. Oxirgisi bu sport. Men har doim faqat bitta sport turini tanlab, o'sha yo'nalish bo'yicha ketish kerak. Chunki bir vaqt o'zida 2-3 xil sport turi bilan shug'ullanish juda qimmat tuyulardi. Hozirgi hayotga kelib tepada aytgan narsalarim hammasi hayotimning oddiy bir qismiga aylandi. Siz uchun hashamat nimaligini kommentarda yozib keting, menga juda qiziq.